Aytaymi? Keling hozir anaqa 2-3 minutgacha siz meni o'rnimga, men siz o'rningizga yashab beramiz. Ko'rsatmoqchiman sizga o'zingiz. Ko'rsatib bo'ladigan narsalarda faqat. Xo'pda, men siz qanaqa kirib kelishingizni ko'rsatib bering. O'zim men qanaqa uyda qanaqa tutishingizni o'zingiz ko'rsatib bering, men qarab. Ha. Men ketayotganda shu turganda kelsam, men hali ham turibdi. Men shuni olib qo'y demasam yotaveradi. Rosati yo'q buni. Mana shunda oshxonaga kirib keldim. Voy bilad, ahvoli qara onasi. Onasini emsin bor, unaqa ro'zg'or qilgan xotinning onasini emsin. Bola bir narsa baqirdi. Baqirsam nima qilasiz? Adolat. Qara. Adolat. Bolaga qara. 5 minutdan keyin. Adolat. Bolaga qara. Va, sal o'tiravering. Men qaramasam hech kim o'zi o'tiribsiz siz o'zi aslida. Siz ayting ovqat tayyor deng-da. Dadasi ovqat tayyor. Suzib qo'yur keyinmi? Endi ham so'rang. Suzib qo'ydim deng. Suzib qo'ydim, bolalar kutib o'tiribdi sizni. Hozir sovib tursin hozir. Telefondan sal boshingizni ko'tarib, oyligini vaqt ajrating. Adolat. Davom etamiz. Ketdik. Tring SMSga o'rtog'ingizda. Boy, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Sizga aytmoqchi. Sen xohlaganing kabi emasman. Orzuyingdagi Michael Jackson emasman.